kunjutlik binganga qonaq uni qo'shib etsa texim yeyishlik bo'ldi emasmi? Qarab yegingiz keldimi? Kelamiz billa qilaylik. Qilish intayin bek oson ham yeyishlik. Bir piyal süt, bir piyal şeker, bir piyal chuchigan may, ondan hasal, azroq soda, 3 tal tuxum tayyorlab olib, buning bir talning seyrig'ini ep qoldim. Men azroqni balpirani qilaman deb shuni ustiga surgilab qoldim. Tuxum seyrig'ini bo'lmasa ep qolmasam bo'ldi. Bug'doy unidan azroq qo'shib etgandan keyin buning ustiga qo'noq unidan bir piyola atrofida solamiz. Aros nada qo'noq uni qo'ydingiz deb qisir topmanglar. Yani oq qo'noq unijimi qarislan barqdan dögül bo'ldi uni. Uni az-azdan qo'yib xamir qilinglarjimi. Mushtaroq qilib bir xamir qilsak bo'ldi. Bu xamirni Naytınbek boş qildikanmiz, shuning uchun qo'linglar jugarsanglar changib qolish ehtimolligi bor, ham xamir kirishib oldi. Shuning uchun ashliq paloqdek narsalar qilinglar. Naytınbek yumshoq bir shu so'zilib eqib ketgidek holat xamir qilib, buni lasq chiroyli tizib olgandan keyin ustiga mana tuxum seyrig'ini tekkizib bilan buni kavshang sepib qo'ydim. Endi kunjut mingan qilish uchun asaldan azroqni suv bilan aralashtirib, eritib xamirni ustiga surib, xamirni kesib, kunjut bir tekkizib bilan evasak bo'ldi. Bu vaqtgacha balbingan pishib tayyorga uni listdan avitib bilan kunjut mingan savatdan qarang, mushta yumshoq